Bu bozor O'zbekiston bo'yicha eng arzon nomer 1 bozor. Bu joydagi narx-navolar siz aqlingizga sig'maydi. Bu bozorga bahorgi narsalar chiqib bo'lgan. Bu yerdagi narx-navolar bilan tanishib chiqamiz. Martda ketadigan kiyimchalar. Bular nech pul opa? 40 ming so'm. 55 ming so'mdan ekan bular. Ranglari bor. Mana ranglari atlas deydimi, adras deydimi, shunaqa. Tepa-past dvoyka ekan. Bog'cha yosh, 1-sinf shunaqaga bemalol tushaveradi. Mana bu do'ppichalar 32 ming so'mdan ekan. Sochi bori 3 ming so'm qimmat turadi ekan. 35 ming bo'ladi ekan. Mana bu yerda bog'cha bolalar uchun yangiliklar chiqdi. 23 mingdan 32 minggacha ekan narx. Materiali poliester, kapshunkali, kachestasi zo'r. Nech pul ekan opa? 60 ming. 60 ming so'm pachkaga. Ranglari ko'p ekan. Mana bular 55 ming so'mdan ekan. Tigerlar ham 55 ming ekan bu yoqdagilar. Biz bozorda bunaqa igrushkalar ham ishlab chiqarilyapti. Mana bu galstukli ishlarimiz 18 ming so'mdan. 3 xil sveti bor. Tarafanchalarimiz 22 ming so'mdan. O'ta sifatli material. Bantigligisi ham bor buni. Qolik ko'ynakchalar 15 ming so'mdan. Rassitkalari bor. Dvoykalar 18 ming so'mdan ekan. Bozor ertalab 5 ta boshlangan. Hozir soat 8:30-9 bo'lyapti. Mana sotuvchilar yuklarini yig'ishtirib, hammasi ketyapti. Bozor tugayapti.